Hammaga salom bolalar, mani ismim Kompot, mani yangi videoyimga xush kelibsizlar. Sizlarda savol bo'lishi mumkin, neysan stol ustida turibsan deb, to'shlaysan o'zim ham bilmagan ne bu yoqqa turib olganimni. Tak, bugun sizlar bilan nima qilamiz bilasizlarmi? Bugun biz ishga borishimiz kerak fermerlikka, chunki men boru anchadan beri bormayapman-da ishga. Men hali hayda boshlaganman, chunki огородlar ham ancha buncha o'tib ketibdi, qaranglar. Bugun menimcha juda ko'p ish bo'ladi deb o'ylayapman. O'shaning uchun motiga olamiz, pshenitsa olamiz, morkovka, kartoshka, hamma narsalarni olib уже ishga ketsa ham bo'laveradi. Tushunmadim. Mani qo'shnim uyiga nima bo'ldi? Nima sklad qurdim bu yoqni. Voy dalay, voz tushib ketib qolmaydimi? Ne bu yoq dars ketgan tushunmadim. Chetga o'tib ola qolay unda. Dalay nima bo'lgan bu uyga? Qanaqa qilib yashayapti bu yoqda bu? Voy dalay, bu yoq tarafda ham bunaqa ekanmi? Qaranglar, bu yoqda ham ikkita katta bo'lib dars ketgan tushunmadim, lekin moru. Voy dalay, bu yoqda ham shunaqami? Nima bo'lyapti bu uyga? Qanaqa nima bu bunaqa bo'lib ketdi tushunmadim. Voy dalay, bu yoq ham xuddi shunaqa ekan. Bu yoq lekin vashti dahshat katta ekan. Voy dalay, eshityapsizlarmi? Bu yoqda anaqa qilib tushib ketib qolmasa bo'ldi boru. Qishloq uyda emasmikan? Iloyim tam. Voy, tushunmadim. Uyda ekan, qishloqqa chiqay uydan hozir uying tushib ketadi-yu sani. Ay, voy oyog'imni qaltirib oldim. No, давай chapga bor, chapga bor. Nima o'ngga borolsa chapga bor deyapmi? Qishloqqa o'yindan chiqqan nima bo'lyapti bu yoqda tushuntirib ber. Kompot, men o'ynashimga xalaqit bermasdan chiqqini. Ne chiqaman? Men bilan birga chiqasan sen. Sen uying qaragin, buzilib ketyapti. Voy bu. Hozir bola to'xtab turinglar, qo'shnim kirib qoldi. Kompot, senga nima kerak? Menga aytgan. Qishloqqa menga tushuntirib bergin. Men bitta nima bo'lyapti? Men kirib oyog'imni qaltirib olishimga sal qoldi. No, bu neudachный remont desa ham bo'ladi. Bo'ldi, sog'lig'ingga atvet berdim. Bor chiqqi. Nima? Neudachный remont bu hammi? Ha, bu ham men uyga plitka qo'ymoqchi edim. Ozgina qiyshib ketib qolibdi. Qara endi. Ozgina qiyshib ketibdi. Bor oyog'imni qaltirib olishimga atigi sal qoldi. Ozgina qiyshib ketib qoldi. Keyin men buni buzmoqchi bo'lganimda uyimda treshina ketib qoldi keyin nimagadirga. Yana obsidianli potolok qilmoqchi edim. Bu slishga bog'lar ekan, pastga tushib qoldi endi. O'ynab olib hammasini boshqatdan qilaman. Nima? Qayerdan o'ynab bo'lib hammasini boshqatdan qilasan? Sen tezroq chiqishing kerak bu yerdan. Tak, bolalar bu jitil boshqa bu yerda o'ynamaydi. Ne o'chirib qo'yding? Men seni yutqazib qo'ydim-ku. Endi maqt yutqazgan bo'lsang, chiq bu yerdan, ishga yashash xavfli. Jinnimisan sen? Voy dalay. Tak, пока что bu hali tushib ketmadi. Kompotdan cho'g'ir qolsan, ozgina treshina bor bo'lsa, nima qilib tashlama qilmaydi-yu. Nima? Ozgina treshina deysan? Sen mamtini ham ko'rganmisan? Mana shu ham ozgina treshina ham qani? Qishloqqa qanisan? Qishloqqa. Tak, bolalar o'zir chiqib ketganmiga bo'laman kirdim, davay boshqatdan o'ynaymiz. Voy dalay, qishloqqa ne san yana kirib olding? Chiq deyapman. Men o'ynab bo'lmasdan oldin hech qayerga chiqmaymanmi? Qishloqqa tushunmayapsan sen. Sen uyingni noto'g'ri remont qilgansan, konstruksiyasini buzib qo'ygansan. Tushunyapsanmi? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Men o'ynab olib hammasini qilaman deyapman. Chiqqini uyindan. Yo'q, biz birga chiqamiz. Sen meni obsidianlik patolog boshingga tushib ketishini xohlayapsanmi? Yo'q. Sen bu yoqda yashamaysan. Men senga buni qo'ymayman. Chiqasan bu yerdan, qarochi. Tak, eshigini ham biz tashlaymiz. Tak, davay. Tak, Kompot, men chiqmayman dedim, bizdan chiqmayman, tushundingmi? Yo'q, sen chiqasan. Voy, ne ishingni yopib qo'yding? Och eshikni, och. Voy dalay, men uying buzilib ketadi-yu hozir. Men senga yaxshilik qilmoqchiman. Voy dalay, menga bu vashi yoqmayapti-da, boru. Nima qilsa bo'larkan, lekin men hech qachon bunaqa deb o'ylamagandim, lekin bu qishloqni qanaqadir qilib o'zini uydan olib chiqib olish kerak boru. Tushunmadim. Ovoz eshitdinglarmi? Qanaqadir nimadir tushib ketgan. Voy dalay, mana men aytgan edim-ku. Tom почти полностью tushib ketibdi уже boru. Qaranglar, почти tushib ketibdi уже men tom, lekin hozir hammasi bu qishloqqa tushib ketishini xohlamayapman men. Bu qanaqadir qilib olib chiqish kerak buni uydan boru. Tak, nima qilsam bo'larkan, tak. Ideya. O'ynayotdi-da aytgancha. Hozir bitta zo'r ideya bor menda. Tak, qaychini olib kelamiz, tepaga chiqib olib, menimcha bu tushib ketmasa kerak, meni esimdan. Tak, chiqib olamiz-da, endi o'ynab bitgan qilamiz. Men simlarni uzib tashlaymiz. Tak, bittasini uzamiz, undan chakasi uchun ikkinchisini ham uzib qo'yirish kerak. Tak, bo'ldi, endi tushamiz-da, qaraymiz nima bo'lgan ekan. Voy, ne meni o'yindan chiqarib internet qanaqa problemam? Tak, buni nimadir qilish kerak, tuzatish kerak internetni.
Tak, men eshikni qulflab qo'ydim. Endi qishloqqa uyga kirolmaydi. Tushunmadim, nima bo'ldi? Nimadir tushib ketdimi? Qishloqi qanisan? Qishloqi. Tushunmadim, qani endi bu qishloqi? Yo'q, kapot hammasi yaxshi, просто tom yana tushib ketib qoldi. Zato men endi uyga kirib oldim, internetda ham sotib oldim. Tfu sanga bor, obbo, eshikni qulflab qo'yib kirolmaydi desam, kiryapti-yu bu tom buzilganda. O'ydim emasdan oldin, men chiqmayman. Obbo, o'zimga o'zim yomon qilib qo'ydim. Endi o'zim ham uyga kirolmayman. Nima qilsam bo'larkan endi? Tak, nimadir qilib chiqarish kerak buni. Tak, u tomdan kirib oldim deganda. Tak, qaraylik-chi. Mana bundan kiryapti, qaranglar. Bekor izimrudlarni tugab qolibdi. O'yinga donat qilmoqchi edim. Donat ham qilolmas ekanman endi. Tak, izimruding tugab qoldimi? Menda izimrud bor. Tak, mana удочка bilan izimrud olib keldim. Endi bu izimrudni boylab olsam. Tak, ana izimrudni ham boylab oldim. Endi shundoq qishloqni oyog'ini tagiga otaman-da, ana. To'g'ri tushunmadim. Izimrudmi? Вообще zo'rov. Tak, endi buni tortamiz, yaxshilab tortamiz. Tushunmadim. Nima bo'ldi? Kapot bu qanaqadir prikolmi? Da, qishlog'i bu qanaqadir prikol. Tak, hozir mana buni olaman-da. Tak, tepaga chiqib, mana bu proxodni yopib qo'yamanmi? Kapot unday yopib qo'yding, mani o'yinim bor edi-yu. Qishlog'i bu o'yin san hayotingdan azizroqmi? Kapot sen asabimga tegording, bori top tushib ketadi deyaveraman. Hozir mana qaraman, sakrayman-da, hech nima qilmaydi mani. La. Qishloq sakrama, bu опасный. La. Kapot трусишка. Ay! E'tibor olasizmi? Biz eshitishimiz bo'yicha zavolni tagida kapot bilan qishloq bor ekanmi? Da, o'sha zavol tagida kompot bilan qishlog'i bor ekanmiz. Hamma qo'limizda kelayotgan ishqomiz bilan o'tdan olib chiqib olishga. Iltimos, ularni tezroq olib chiqib bera olasizlarmi, tezroq? Qo'rqmanglar, bizda hammasi ko'ringlar, hammasi tayyor turibdi. Birinchi bo'lib ularni topib olsak bo'ldi. Ular bilan hammasi yaxshimi aka? Men ham shunaqa deb o'ylayapman, lekin uy yomon buzilib ketibdi boru. O'zi nima bunaqa buzilib ketibdi? Men ham endi hech nima deyolmayman. Menimcha quruvchilar noto'g'ri qurib tashlagan yoki remont qilgan odam noto'g'ri remont qilgan. Tak, qat'iygina bilaman. Doskani buzib ko'raychi qanicha. Tak. Men ularni topdim. Boshliq, men ularni topdim. Nima? Eshitdinglarmi? Skoriy tezroq. Tak, shu qilib yotib turinglar. Skoriy tezroq. Men qayerdaman, tushunmadim. Ana ikkalasi ham uyg'ondi. Men qayerdaman, tushunmadim. Qishloqi, Kapot. biz sizlarni ikkalanglarni zavol tagidan chiqarib oldik. Kapot sira uyg'onganidan juda ham xursandmiz bori. Qishloq, hozir men senga ko'rsam, ay oyog'im. Nima qilyapsiz? Kravatga chiqing tezroq. Hammasi mana shu qishloq deb bo'ldi-da, o'zi boru. Men senga necha marta aytdim, chiqinglar o'sha yerdan chiqinglar deb, yo'q, sen chiqqing kelmadi lekin. Kapot, kechir meni, men bunaqa bo'lishini bilmagan edim. Obbo, nimalar bo'ldi? Meni yoqtirgan толстовкам ham yirtilib ketibdi. Kapot, главное ikkalanglar tiraysiz, sen ham tiraysan, qishloqqa ham tiray, lekin polностью bitirib ketibdi. Nima? Men noutbukim ham buzilib ketibdi. Voy, yo'q. Sani uyingni polностью boshqatdan qurish kerak. Mani sal ola qoldi, keyin yangi uy qurib olib oldim. Yo'q, sen o'zing qurmaysan. Menda просто remontlar qilib chiqadi, lekin men uylarni chotga quraman. Yo'q, sen uylarni o'zing qurmaysan. Undan ko'ra normalniy quruvchilar chaqirgan yaxshi. Kapot, lekin sen to'g'ri aytyapsan, baro, kechir meni. Qishlog'i, men senga necha marta aytmoqchi bo'ldim. Men chiqaylik, bu yerdan chiqaylik deb senga yaxshilik qilmoqchi edim, lekin qara nima bo'ldi. Doktor, biz qanchani bu yerda yotamiz? Sizlar o'zinglarga oldinglar, yo'q deb 2 hafta yotib, har kuni kollab olasizlar. Yo'q, faqat kollamas. Rahmat qishloq sangiz. Sen menga banchada отпуск podarka qilding, boru. Что bo'ldi? Bugun men ham qishloqni uydan haydab yubormoqchi bo'ldim, lekin bu chiqqisi kelmadi. Endi qaranglar, bu nimaga olib keldi. Men boshqa bunaqa qilmayman. Bunaqa quriladigan ishlarni yaxshigina professionalga bergani yaxshi. Agar u uy avariyniy bo'lsa, shunaqa tez qochish kerak. Endi menga 100% o'tdiq kerak bor. Hammanglar keyingi videomni kutib qolaman, sog' bo'linglar. Bu videoga like bosib ketinglar. Hammanglarga xayr.
Men o'zim bilan dinamit oldim, zажигалка oldim. Endi men bu qishloqni buzib tashlayman. Tushunmadim. Tushunmadim. Biz bunaqa kelishmagandik-ku. Nima bu yoqda yangi grifer paydo bo'ldimi? Voy dalli, bu почти hech narsa ham qolmabdi-yu. Biz bunaqa kelishmagandik. Men buni buzib tashlamoqchi edim. Men ikkinchi bu qishloqqa kelarmikinman? Ikkinchi bu 13-qishloqqa kelarmikinman? Nima bu? Men eng главный griferman-u. Tfu bu qishloqqa.